Assalomu alaykum barchaga. Xo'sh, bugun Mirzo Ulug'bek tumani Tsiolkovskiy ko'chasida joylashgan 3 qavatli umumiy yer maydoni 3 sotixli xonadonimiz obzori. Va bugungi obzorda men sizlarga to'liqlicha uzluksiz syomkada har bir afzalliklarni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, aytib o'tganimdek, xonadonimiz 3 sotix yerda qurilgan bo'lib, unda barcha qulayliklar mujassam. Yashil zona, basseyn, terrasa va 3-4 ta avtomobilga mo'ljallangan avtoturargoh. Darvoqe, yashil zonamiz aqlli tizimga ulangan bo'lib, siz uni sug'orishingiz shart emas. U o'zini o'zi gullatib, yashnatib, vaqti kelganda suv qo'yib, o'simliklarga hammasini siz uchun xullas o'zi qilib qo'yadi. Basseynimiz terrasa bilan birga qo'shilgan bo'lib, bu yozgi ta'tillarda, yozgi davrda juda ham nima deydi, dam olishga yaxshi o'ylab topilgan variant. Xo'sh, bizda yozgi oshxona ham uchun joy ajratilgan. Ko'rib turganingizdek, to'liq qora toshdan qilingan go'zal yozgi oshxonamiz kechki oilaviy davrlar uchun, yig'inlar uchun juda ham yaxshi o'ylangan zona. Xo'sh, kirishdan bizani keng shiftlari 3,5 metr balandlikdagi hovlimiz kutib oladi va ko'rib turganingizdek, barchasi mualliflik ta'mirida qurilgan shkaflari bilan va juda ham did bilan tanlangan ranglar va arxitektura. Xo'sh, hovlimizdan o'ng tarafda qulay qilib oshxona joylangan. Ovqatlanadigan oshxona polniy ichida o'z texnikalari bilan, hattoki ko'rib turganingizdek, bu yerda adashmasam bunaqa idish tovoq yuvish mashinalari ham mavjud. Barcha sanuzellar ham, oshxonada jihozlari ham, sanuzel kerakli qismlari ham turk firmasidan. Va menga bu nima deydi, reja juda ham yoqdi. Oshxonadan terrasaga chiqish. Mehmonxonadan boshlaymiz. Keng qilib barcha yorug'liklari qo'shilib, lustrani bir alohida sanab desa ham bo'ladi. Mehmonxonamiz kvadrat metri adashmasam 25 metrlar atrofida va bu yerdan kichik mamlaqa, men har doim bu joyi prachniy deb aytaman, atab o'taman, hovlicha, kichik hovli. Bu juda ham qulay o'ylab topilgan. Barbekyu zona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Hordiq dam olgan paytlari mehmonlaringizni nima deydi, chiqib qanaqadir suhbatlar uchun kichkina zonaga taklif qilsangiz ham bo'ladi va birinchi qavatimizda xuddi shunaqa master spalnya ham joylangan. Keng shiftlari balandligini mana ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Barcha jihozlar did bilan tanlangan va ta'miri o'ziga xos. Sanuzellarimizga alohida e'tibor beramiz. Barcha sanuzel qismlari bu turk firmasidan olingan juda ham mustahkam qismlardir. Xo'sh, ikkinchi qavatimizga chiqayotganmiz. Va ikkinchi qavatimizni mana shunaqa ko'p qavatda bo'lmagan hol qarshi oladi va e'tiboringizni men bu dizaynerlik yechimga qaratishingizni xohlardim. Juda ham mana lustramiz bilan nima deydi, garmoniyada mos qilib olingan, xuddi shunaqa. Va har bir xonani katta oynalar bilan bezatishgan. Bu xonalarimiz kengligiga yanada keng qanaqadir yechim bergan. Va ikkinchi qavatimizda yana bir master spalnya, umumiy bo'lib birinchi qavatimizda bitta xona, ikkinchi qavatimizda 4 ta xona joy oldilar. Shunaqa qilib balkonga chiqishimiz. Va men o'ylayman, bu master spalnyadagi eng eksklyuziv narsa bu bizani mamlaqa go'zal garderob xonamiz. Har bir uy bekasi orzuyi, bilaman, bu ayollar uchun juda ham kerakli narsadir. Barchasi avtomatik va aqlli o'ylab topilgan. Buni ham yaqin qilib olasiz. Ayol kishida go'zal har bir polkalari o'ylab topilgan. Ayol kishida har xil taqinchoq deymizmi, kiyim-kechak va unga bo'lgan liboslarni sarishta oluvchi shunaqa dizaynerlik go'zal garderob. Xo'sh, ikkinchi qavatimizda yana bir yotoqxona. Tak, bu spalniyalar qo'yilgandan so'ng
yanada go'zal bo'ladi. Sal noto'g'riroq informatsiya berdim, uzr, boshqa xonadonimiz bilan adashib. Ikkinchi qavatimizda 3 ta yotoqxona, birinchi qavatimizda 2 ta xona. Umumiy 5 ta xona va 5 ta sanuzel. Har bir yotoqxonamizda sanuzellari va har biri qimmatbaho sanuzel kerakli anjomlar bilan ta'minlangan. Eshiklarni vaqotligiga e'tibor beramiz va har bir xona dizayniga e'tibor beramiz. Yana bitta xona, derazasi ko'chaga tashqari tomonga qaragan. Ham borib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham bitta. Buni sanuzelga вообще gap yo'q. Xonadonimizda 3 qavatida ham issiq pollar tizimi ulangan va podvalimizda yana keng bir mana bunaqa xonalar joy oldilar. Garderob xonasi qilsangiz ham bo'ladi buni. Qoling, qanaqadir igrovoy zal qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ham mana bitta go'zal bo'lgan kichik oshxona desa ham bo'ladi. Mana bunaqa keng zal, bu yerda ham issiq polli. Shiftlari buniki 3.10. Tepa qismidan sal pastroq. Bilmadim kimga qanday, lekin men bu yerda qanaqadir домашний kinoteatr yoki oilaviy qanaqadir xordiq или bolalar uchun igrovoy deb tasavvur qildim. O'yingoh deb tasavvur qildim. Juda ham qulay решение. Shuni aytib o'tish joizki, barcha zinalar smart tizimiga ulangan. Ularni o'chirib yoqish shart emas. Ularni qadam bosdim deganda datchiklari ishlab, o'zi o'chib, o'zi yonadigan zinalardir.